Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Uzbastro Gamer. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan eshakdek bo'lgan katta gigalarni tishlarini tozalab qo'yamiz. Ya'ni gigantlarni, tishlarini tozalab, mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanamiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, video boshlanishidan oldin albatta videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, o'zingizlarning fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar va do'stlar prosmotrlar ancha tushib ketgan. Hozir har videoda aytganimdek ko'tarishga harakat qilaylik. Unda hozir noto'g'ri olmasam bo'ldi. Unda boshlaymiz. Negrlarni, gigalarni tishlarini tozalaymiz. Nima bu? Bitta ko'zi ko'k, bitta ko'zi jigarrang. Nima xohlar ekan? Voy mayo, nima bola bo'lib yotibdi tishing? Fu, hidini, jirkanch. Mendan qushcha bor ekan, qushcham qo'yib olaylik-chi. Yeysanmi sen? Nima qilasan? Nima qilasan o'zi bu yerda? Yaxki. Manlarni nima bilan o'ldirar ekanmiz? Tak, mana u nima? Ana. Ko'rdinglarmi do'stlar? Yo'q qo'rdi. Brachkani qanaqa xohlaydi? Brachka vampir bo'lishni xohlar ekan. Vampirdan oldin tishini yuvib ol. O'la do'stlar, tozalikka rioya qilamiz. Tozalikka, muhimi tozalikka rioya qilinglar. Tishinglarni yuvib yuringlar do'stlar. Bo'lmasa mana shunga o'xshab vampir bo'laman deb tishinglarni sarg'aytirib, tilinglarni sarg'aytirib yuraverasizlar. Chotki. Xo'p. Bir 5 tacha bemor qabul qilsam, shu bilan video normalniy bo'lib qoladi. Men tishni sindirish kerak. Bitta tish yulib olish kerak ekan, nima? Mayo nima bola bo'lay? Men nima qiladi? Yo'q, bu tish yulib olar ekan. Xo'p, mana nima? Как раз. Urib sindiramiz. Yig'lama. Yig'lasang ham menga farqi yo'q. O'zing aybing. Kerak bo'lsa, shunaqa bo'lsa, tishingni yuvib yuradi. Sassiq, nas. Hamma joyi sasting. Tishing hidiga chidaman bo'lmayapti. Olib tashlayman. Uka, qo'y, bu tishlarni ishlatishdan foyda yo'q. Yig'lab o'tirma, endi kech. Hop, ana endi tish hosil qilish kerak, oddiy tish. Tak. Giga. Sassiq bir. Mana shu gigantlar shunaqa What? g'alati bo'ladi. Kinolarda ham mana shu gigantlarni bir xunuk qilib tasvirlaydi. Olasang burningni ham tozalab qo'yma, ko'zingni ham. Bo'la yig'lab o'tirma, endi kech uka. Ko'z yosh. Ko'z yosh bo'lmas ekan. Hop, qani, mana ko'rasizmi, ikkita bor ekan bu yerda do'stlar, ili biyoda ichkarida yo'q. Qani kallam tiqib ko'raychi, og'zingni yopsang qara, lekin tishingni so'raman bittalab. Qani sassiq voy bu yoqgacha. Hop. Ko'ryapsizmi do'stlar? Boksdan ham xabar borda, boksdan ham. Keyingi videolarda boks ham bitta boks o'yin ham tortganman, o'shani ham display qilib chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Tak, tishini to'g'rilaymiz, tishini. Hop, qalay, normalniymi? Da, normalniy. Endi senga nima? Vampir tish kerak edi, vampir. Yaxshimi? Mana ekan. Olasang uka, anaqasi, cho'ta g'alati turgan ekan bu vampir tish. Bu cho'ta tishga o'xshayapti. Sug'uramiz. Yig'lab o'tirma. Yig'lab o'tirma. Go'zallik nima edi? Go'zallik qurbonlik talab qiladi, deydimi? Sen bu yerda qurbonsan. Zato go'zalliging uchun qurbonlik qilyapsan. Ana. Tayyormi? Hammasi tayyor. Tishing bitdi uka. Qara oynangga. Normalniymi? Qanaqa? Nimani oldim? Nima bo'ldi? Mana tuxum nima kerak ekan? Tuxum, ikkita tuxum tushib qoldi-da. Bo'ldi, ketdi bu giga. Nima ochildi? Bomba, bilyard. Granata ochildi-yu menda.
Ke. Oh my. Как раз gapga mos ekan. Giga nega. Kelaqa negro voy, kelaqa. Ke. Tezroq tishing tugating. Sen nima xohlaysan tishingda? Voy maya. Oy, basharangga sal turmaydi seni. Basharangga sal turmaydi, sassiq. Turmaydi basharangga. Yig'la. Go'zallik og'riq talab qiladi, tushundingmi? Hop, birinchi tishini qoqsammikin yo tishini yuvsammikin? Birinchi tishini yuvib qolaman. Oralariga cho'tkalarim tiqib yuvib olsam tishini. Go'zallik og'riq talab qiladi. Tushundingmi? Tishini qanaqasidan xohlaysan sen o'zi? Oddiy tishdan o'rtasiga narsachasi boridan kerak ekan bunga. Oddiy tishdan narsachasi bori qaysi bir endi bu? Cho'ti. O'tish cho'ti. O'shacharoq mana qasdan ko'raychi. O'rtasiga voy maya hozir bir minut do'stlar. Voy maya ko'zim. Hozir ona qilib verachkini yechib sal atrofga qaramasam ko'zim og'rib ketdi. Короче, verachki taqqaningizda shunisi yomonda. 40 minutlar misol uchun o'ynasanglar, уже ko'zinglar og'rish boshlaydi. Ya'ni chunki ko'z qurib anaqa bo'lishi mumkin-da. Bilyard bu qatta endi. Buni xohlagan ustiga narsachasi borligan. 4 ta tish yuvib olish kerak, 2 ta kari. Tota, uni tishingda hali yana nimadir bormi? Karis bor deyapti. Tiling ko'tar. Tiling tagida emasmi ish qilib? Ya, tiling tagida yo'q. Nima bu? Nima xohlayapti bu? Tushunmadim. Tishing qoqamizmi? Nima, tishing qoqmay qo'ya qolay. Qushchani yuboring. Qushcha borcha nima bor ekan bu og'izda? Ko'rib ketcha. Sen nima keraysan? Mayo. Nima qildim? O'zim bilmagan holatda uni topib qo'ydim. Nima edi bu? Ay. Sug'uramiz buni. Mana topdim. Yig'lama qizaloq, yig'lama. Karis bittasi topildi. Tishini butunlay sug'urib ola qolaman-ku. Qaysi mana uni? Chotki. Karis ham sassiq yashirinib oladi. Ana. Sasigan tishlarni yo'qoting. O'tira bitta joyda yo'qol. O'tdan xalaqt beryapsan hozir ishimga. Yo'qolay. Xo'p, ana endi 4 ta tish o'rnatish kerak ekan mana ustiga narsachasi bilan. Narsasini qayerdan topaman men tushunmadim. Ustiga nimadir chizib qo'yish kerakmi? Mana shuni qayerdan qilish bilmayman-da, bora. Bo'ldi. Qanaqasidan ekan? Ana. Ana endi tishini yurasan. Bo'lmasa bilasan, mana shu bilan tishini qo'lab tashlayman. Giga. Voy, chotki. Sen yana shu yerdamsan? Yoqqa chiq yoki yo'qol. Nima ekan? Mana qo'ysam bo'ladi, zo'r. Nima? Bu moy o'zga sayroqlarni qurol ochildi menda. Yo'qoltir. Opa. Ke. Как раз. Ke. Voy, moy nimalar tiqib qo'ygansan? Ke. Qaysi tishini birinchi mana shuni tozalaymanmi? Ke. Hop. Ko'ryapsan, uka? Ko'ryapsan? Tishini yuvib berasan endi, undan bu yog'iga. Uni ham olib bo'lmaydi, tishini sindiramiz. Yo'qot uni.
Buni ham yo'qot. Buni ham yo'qot. Voy may, hamma joy sen narsalaring bo'lib ketdi. Yig'lama. O'g'il bolaga yig'lash yarashmaydi. Bunisi hammasi uchalasi ham bajarildi. Qara tishingga. Ana, ana. Ana, chotki. Qanday? Zo'rmi? Fantastikmi? Chotki bunda. Fantastik bo'lsa. Mana kim bo'ldi? Boyagi negrku. Voy sen, boyagi negrni opasimi? Ukasimisan? Yo'q. G'alati emasmi uka? Qiz bolaga unar, o'g'il bolaga bu narsa yarashmaydi uka. Qo'y uka, bu ishni qilma uka. Yag'ir chiqib yotibdi ishlaringni. Tishingni yuvib yur, sassiq. Shon hozir shunaqangi og'ritib olaman. Ikkinchi tishingni yuvmasdan uxlamaydigan bo'lasan. Yig'la, sassiq, yig'la. Sen mana shu ko'z yoshing menga kerak, to'g'rimi? Tishingni yuvib yursang, shotga kelmaysan, uka. Hop. Ana chiroyli bo'lding endi. Hop, qaysi mana shu tishingni chiroyli qilib berish kerak ekanmi? Tishiga mana shunaqa yopishtirib yurgan odamni hech ko'rganmisizlar? Qara tishini ko'r. Chotkimi? Fantastikmi? Chotki unda. Yo'qol bo'tdan endi negr. Va pulni kim beradi? Sassiq, mayli kreditingni olib qolaman. Mash. Bunisi oshib tushdi. Buni o'tkazib yuborsam bo'lmaydimi? Mana shuni qabul qilgim kelmayapti-da. Hozir nimadir qilib ketadi-da mana shu. Seni qabul qilmay qo'ya qol, uka. Qo'y. Tinchgina uyingga keta qol. Mayli. Voy, maymun shunaqa narsa xohlasa endi. Apshetadi. Och og'zingni. Namuncha sassiqsan. Nimalar tiqilib yotibdi? Shon sen shunaqa, voy, bu hidingga borib, shon darish uydagilaring ham chidamagan bo'lsa kerak. Majburlab jo'natishgan bo'lsa kerak-a seni. Tishingni borib urib olaman-da, qarab turgan hozir. Mana voy, buncha sassiqsan. Yering borib ketibdi-da, tishlaring, yurmaganingdan. Yarimidan уже sekin qo'yaverar ekan-a. Bananlarni ham tiqib yuribdi, brat. Tiqishga boshqa narsa yo'qmi-da? Tishing orasiga. Endi nima deysan? Maymunlar bananni yaxshi ko'radi-da. Voy, adashib tishingni yuvibman-a. Mayli, tishing shart emas senga. Sen bari tishingni qadrlamaysan. Xo'p, unda anasini ham yulib tashar ekanman. Yo'qol. Agar mana shu pastdan kimdir o'tib qolsa zo'r bo'lsa kerak-a. Tinq etib kallasiga eshakdek tushib, shu bilan ana. Aytgancha, naryoqdan bittasi bor-da. Qani sigʼ endi, matga sig'sang-chi.
Hop, hammasi tayyor. Brachka ko'rib ol. Sen bugungi meni oxirgi mijozimsan. Maymun ham gapirish bo'ladi, fantastik deb qo'yadi sassiqcha. Ay, tishlaringni yuvib yurgin. Bo'ptimi? Ketdi ana buvisini uyiga. Sen qabul qilmayman. Uje yopildik. Atmen, ket, yo'qol. Mayli, xullas do'stlar, iloji boricha sal qiziqarliroq qilib olib borishga harakat qildim. Agar do'stlar video yoqqan bo'lsa, videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, o'zingizlarning fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar, albatta do'stlar. Xullas, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Shu yergacha ko'rganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat.